Assalomu alaykum azizlarim. Bugundan boshlab yana pullarga ochilamiz. Hamma katta pullar kelishini va to'kin sochin hayotda yashashni xohlaydi. Aynan bu meditatsiyamiz xuddi shunaqa hayotni istaydigan insonlar uchundir. Bu meditatsiya sizni xotirjamlikda, to'kin sochin hayotda yashashingiz uchun eng muhim qadamlardan bo'ladi. Har doim pullar bizga xotirjamlik va sevgi energiyasidan keladi doimo. Demak, katta pullarga ochilishni boshlaymiz. Ko'zingizni yumib, tinch, bo'sh, xotirjam o'tirib oling. Qulay o'tirib oling. Qorningiz bilan 5-6 marta chuqur nafas olib, nafas chiqarishni boshlang. Tanangizni bo'sh qo'ying. Sizni qiynayotgan barcha muammolarni qo'yib yuboring. Chetga suring. Yelkalaringizni, oyoqlaringizni, butun tanangizni bo'shashtiring. O'zingizga, ongingizga dam olishga ruxsat bering. Barcha narsalarni hoziroq unuting. Ba'zida vaziyatlarni, holatlarni o'zgartirishga urinamiz. Bu esa xatodir. Bularni shunchaki qo'yib yuboring. Ushlab turmang. Insonlarni, hal bo'lmayotgan holatlaringizni qo'yib yuboring. Ongingizni sizni qiynayotgan muammolardan hoziroq tozalang. Eringiz bilan munosabatlar, pulsizlik, qarzdorlik, kreditlarni to'lay olmaslik, pul so'rab kelayotgan insonlar barchasidan uziling. Shunchaki qo'yib yuboring. Hozirdan siz ozod, erkin insonsiz. Siz hech kimga, hech nimaga majbur emassiz endi. O'zingizga hozirgi holatingizdan